Bu yil qizlar mana bunaqa uchi dumaloqli obuvlar moda bo'lgan. Mana ko'ryapsizlar o'zingizlar. Mana kablogga ham qaranglar. Lekin bular hammaga to'g'ri kelmaydi qizlar. Yana bitta narsa, mana bunaqa tagi traktorniy podoshvali obuvlar bor. Bu qulay, to'g'ri, lekin bular ham hozir urfda emas. Hozir sizlarga nimalar urfdaligini ko'rsatib o'taman. Umuman modadan qolmaydigan kablokli obuvlardan mana bu botinkalar yoki bo'yi past qizlarimiz uchun aynan mana bunaqa oldida shofi bor obuvlar ham bo'yni uzunroq ko'rsatadi. Mana bu obuvlar ham qizlar modadan qolmaydi. Chelsea yoni rezinkali, kablokki ham udobniy juda ham. Uchida ham uchini urib tashlamaysizlar. Mana bunaqa joyiga qarang, qanaqa udobniy qilingan. Trendda bo'lish yaxshi ko'radigan, moda bo'lgan narsalarni kiyish yaxshi ko'radigan qizlarimiz uchun mana bunaqa obuvlar hozir modada. Mana bunaqa, lekin qizlar bular doimiy emas, bular tez modadan qoladi. Mana narxi 3.952.000. Menimcha bu modadan qoladigan narsa uchun juda unaqa praktik narx emas. Xo'p, endi savol, siz kuz uchun mana shulardan qanaqa obuvlardan oldingiz? Sizga qanaqalari yoqadi? Kommentariyada yozinglar.